Ba'zi klientlarim meni ayblashadi. Opa, hamma o'zbeklarni olib keldingiz, O'zbekiston qilib qo'ydingiz deb. Uy temasi hammaga qiziq, bir xil hammaga taalluqlida. Lekin ko'p kishiga qiziqtirgan savol, что down paymentsiz uy olish. Biz eshitganmiz, siz Amerikada topda yuradigan realtorlar qatoriga kirasiz. Shunday. Qanaqa qilib bunaqa topga chiqish mumkin-da, masalan? Men juda ham qattiq harakat qilganman shu o'zbek ayolini qanaqaligini ko'rsatish. Mana shu uy olishda masalan ko'pchilik qiladigan xatolarni aytib bering bizga. Nimaga? Turkiya, Dubay, boshqa Yevropa davlatlarida ham olib bera olaman. Hammasi juda ham oson ekan-ku. Albatta. Даже shunday kelgan odam ham uy olib bo'lar ekan-ku. Shunday. Men har doim shunday deyman. Maktabni yaxshi bo'lishi sizni berayotgan taksizga bog'liq, nalogingizga bog'liq. Amerikada ham shu narsani qilsa bo'ladi. Masalan, men uy sotib olmoqchiman deb tayyorman. O'zim xohlagandek qilib o'zbekcha stayl qilib qurmoqchiman. Agar sizni atrofingizdagi uylar 2 millionlik uylar bo'lsa, siz 500 minglik uy qura olmaysiz. Yo'q. Men 5 yil ichida shunaqa muvaffaqiyatman. Shunday. Bilmaymiz hali. Prezident bo'lib qolar. Buni qarang, qanaqa niyat. Assalomu alaykum, chiqish muxlislari. Bugun yana bir ajoyib podkast. Bugun yana men yaxshi ko'radigan mavzuda suhbat qilamiz, Abdurashid. Men juda ham bir anchadan buyon o'zim kutayotgan mehmonni taklif qilganmiz, tashrif buyurishgan. Bugun bizning mehmonimiz Amerikadagi top realtorlardan Zilola opamizni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz, Zilola opa. Assalomu alaykum. Tashrifingiz uchun rahmat. Rahmat taklif uchun. Rahmat sizga, rahmat yo'q demasdan kelganingiz uchun. Xudo xohlasa men o'ylayman bugun bir ko'pchilik uchun foydali, manfaatli suhbat bo'ladi deb umid qilamiz. Xudo xohlasa. Xush kelibsiz, opa. Xushvaqt bo'linglar. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz bizni studiyamizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qachon yuribsizmi? Men sizni necha marta ko'rgan bo'lsam, juda ham chiroyli ayolsiz. Bugun lekin вообще boshqachasiz. Rahmat shu chiqishga shunaqa kelganingiz uchun. Albatta, sizlarning podkast uchun harakat qilamiz, чтобы sizlarning podkast yanada yuqori levelga ko'tarilishi. Rahmat. Xush kelibsiz, Biz juda ham xohlaymiz, что bizda ko'proq ayollar chiqsa-da. Ha, albatta. Nimagaki shu ayollar chiqsa bizda prosmotrlar ko'proq bo'ladi. Erkaklarga qaraganda. Shunchaki ayollarimiz masalan ko'proq chiqishsa, bizani ko'proq ayollar ham kuzatishadi. Albatta. O'sha ayol qizlarimizga ko'proq o'sha o'zinglarni o'sha hayotiy tajribalar bilan bo'lishib, shu foydali maslahatlar bilan bo'lishsangiz, menimcha juda ham zo'r bo'lardi. Albatta. Sizni xo'jayingiz bilan podkast olganimizda juda ham ko'p kommentariy bo'ldi. Izoh keldi. O'zingiz ham o'qidingiz menimcha. Shu uy masalasida men o'ylaymanki, bugun ham juda ko'p vatandoshlarimizga manfaatli bo'ladi. Albatta. Uy temasi hammaga qiziq, bir xil hammaga taalluqlida. Lekin ko'p kishiga qiziqtirgan savol, что down paymentsiz uy olish. Shundan boshlasak, shuni yaxshiroq tushuntirsangiz, qanday bo'ladi, nima bo'ladi, nimaga qanday? Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Biz ko'ribamizda videolar chiqyapti. Down paymentsiz qanday qilib uy olsak bo'ladi deb. Lekin men bitta bunga javob beraman. Bu mortgage lenderni vazifasi sizlarga to'liq ma'lumot berish. Chunki har bir professiyani o'zini sohasini egasi bor. Men ayta olaman, down paymentsiz uy oladiganlar bo'lsa, endi boshqa tomondan o'ylasa ko'proq bankdan qarzi bo'ladi. Chunki 1 so'm ham qo'ymayapti. O'shani ham inobatga olish kerak, lekin bunaqa to'liq ma'lumotni faqat mortgage lender bera oladi. Xo'p, masalan, 15 ming qo'ysa normal bo'lmasam. 0 emas, 15%. Minimalniy down payment, ya'ni boshlang'ich to'lov bu 3,5% dan boshlanadi. Как realtor men 3,5%. Как realtor men har doim maslahat beraman 20% qo'yishga. Nimaga? Chunki 20% qo'yganingizda oylik to'lovingiz sizga kamroq tushadi. Qancha oylik to'lovi kam bo'lsa, shuncha sizga foyda. Ya'ni o'sha pulingiz qo'lingizdami, iloji boricha o'shani uyga tikib qo'yish. Bilamiz, что Amerikada ekonomika stable emas, ya'ni
bir xil turmayapti, ya'ni past baland bo'lyapti. O'sha uchun agar odamlarni puli bo'lsa, iloji boricha shuni invest qilib uyiga qo'yishsa, ularga foyda. Shu realtorlar qanaqa nima qilishadi? Masalan, O'zbekistonda oddiy realtor hamma bir xil realtor. Lekin Amerikada oddiy realtorlar bor, topda yuradigan realtorlar bor. Biz eshitganmiz, siz Amerikada topda yuradigan realtorlar qatoriga kirasiz. Shunday. Qanaqa qilib bunaqa topga chiqish mumkin-da? Masalan, eshitganmiz, 10 yillab realtor bo'lib ishlasa ham Amerikada topga chiqmaydigan, o'sha oddiy realtor bo'lib qolib ketadiganlar bo'lar ekanda. Shunday. Siz lekin topga kiradigan realtorlar qatoriga kirasiz. Bizga necha yil bo'ldi o'zi? 5 yil. 5 yil yildan bo'ldi. beri ishlayapman. 5 yil ichida shunaqa Top muvaffaqiyat. agentman. Wow. Shunday. Endi bunda juda ham ko'p mashaqqatlar chekkanman. Oson bo'lmagan. Oson bo'lmagan, begona davlat, begona sistema, lekin men aytaman, top agent bo'lishimga bu meni birinchidan Amerikaga men kelganimda magistratura qilganman. Magistraturada o'qiganman, ya'ni meni o'qiganim Amerika sistemasini bilishim, high levelda ingliz tilini bilishim, bu narsalar juda ham katta yordam bo'lgan meni top agent bo'lishimga. Ya'ni men aytganim juda ham ko'p faktorlar bu yerda bor o'sha top agent bo'lishimga, lekin eng muhimlari mana shular. Keyin yana top agent bo'lishimga meni ishga munosabatim. Ya'ni Samandarbek, mana sizlar bilasizlar, sizlar bilan ishlab ko'rdik. Menda shunaqa narsaki, hamma narsani o'zini vaqtida qilish. Bu ishda juda ham muhim. Vaqtida kelish, vaqtida ishni bajarish. Keyin klientlarga munosabat qanaqa, bu juda ham muhim. Ya'ni qanday qilib mana shu prosesni, uy olish prosesini klientlarga yetkazib berish, bu ham hammani ham qo'lidan kelmaydi, chunki men o'zim professor bo'lganman. Menda o'qitish, ya'ni tushuntirish juda ham kuchli. Ya'ni menda shu work ethic deydi, ishga munosabat boshqacha. Professional yondashuv. Professional yondashuv. Zo'r, ajoyib. Shu uchun men top agentman. Yana bir narsasi, men top agent bo'lishimga men juda ham qattiq harakat qilganman shu o'zbek ayolini qanaqaligini ko'rsatish. Chunki va o'ylayman, mana shuni ko'rsata bildim. Amerikada bo'lsam ham, chunki juda ham ko'p eshitganman, что o'zbek ayollarimizni uyda o'tiradi, o'qimagan yoki faqat ishlamaydi, bilimi yo'q deb. Lekin menda shu narsa, masalan, shuni o'zbek ayoli bunaqa ham bo'ladi deb ko'rsata oldim. Hattoki ishxonamda ham shu o'rislar agentlar, top agentlar bo'lsa ham, yevreylar bo'lsa ham bunaqa hali o'zbekni ko'rmadik. Biz aytgan unaqalari bo'lgan, gaplari bo'lgan. Hattoki biz o'zbek Chikagoda Olim aka, Zilola qizim juda ham faxrlanamiz siz bilan. Men shunda Amerika levelida jurnallarga chiqib top agent bo'lib yurganingizdan deb aytishadi. Albatta bu faxrli juda ham-da. Biz uchun masalan, bilamiz, realtor Chikagoda realtor kerak deyishsa, o'zi birinchi hammani fikriga keladigan Zilola opamiz bor deb bilamizda. Mana siz o'qigansiz, professor darajasigacha o'qigansiz-da. Keling, mana shu haqida gaplashaylik. Qanaqa yoshlikdan bo'lganmisizda ilmga chanqoq bo'lganmisiz yoki nima sabab, kimlar sabab bo'lgan mana shu o'qishga qiziqib, shu Amerikagacha ham kelib, professor darajasiga yetishguningizcha? Endi men o'ylayman, любой odamga ota-onasi bo'ladi. Bu ya'ni sababchi bo'ladi. Ota-onam mana shu o'qishimga turtki berib, o'qishimga qiz bola bo'lsam ham, yoshlikdan bo'lsam ham shu bakalavrni tugatdim, inyazni shu maslahat berib, o'qishga meni undab, Amerikaga kelib magistraturamni qildim, lekin magistraturam bu образование bo'yicha, education bo'yicha. Va bu esa meni mana shunday realtor bo'lishimga olib keldi. Hattoki menda ko'p amerikaliklar aytadi, "Sen ya'ni ingliz tilining shunchalik kuchliki, bizanikidan ham zo'r" deb qo'yadi. Ba'zida kommentariy deb qo'yadi. Shunday. Siz necha yoshingizda kelganingiz Amerikada? 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi. O'sha ingliz tilingiz masalan baribir yoshingiz nechida bo'lgan o'sha payt kelganingizda? Well, hozir 45 da bo'lsam, 35 da bo'lgan. 35 da. Qiyin bo'lmadimi ingliz tilini o'rganish? Men o'zim inyazni tugatganman. Men uchun muammo bo'lmagan. Shu O'zbekistonda inyazni tugatib kelganman. Endi qanaqa ma'noda aytyapman, что
bularni levelida ingliz tilini o'rganish уже bu yoshda qiyin deb o'ylayman. Men o'zim juda ham yaxshi ko'raman tilni. Ingliz tilini juda ham yaxshi ko'rganman. Men o'ylayman, siz biror narsani yaxshi ko'rib qilsangiz, o'shani qunt bilan albatta. olasiz. Shunday 10 yil oldin kelganmiz, xo'jayinim bilan ikkita farzandimiz Amerikaga, Chikagoga qo'nganmiz 10 yil oldin. 3-chi farzandimiz shu yerda tug'ilgan. Mashalloh. Shunday xo'jayinim bilan birga mana shunday. Hozir 3-chi farzandiz necha yoshda? 7 yoshda. 7 yoshda. Uzr gapirish mumkin emas. Prosta mana bunaqa farzandlar bo'lsa, ozgina mana bunaqa sizdek darajada kelish ozgina qiyinroqda. Ozgina bo'lsa ham sekretini oching buni. Ayollarimizga. Sekreti men aytaman, любой o'zbek ayoli kuchli ayol. Agar ularga imkoniyat yaratib berishsa, любой ishni qilishadi. Bo'lmasam xo'jayingizga kattakon rahmat deymiz. Kattakon rahmat xo'jayinimga. Mana shunday menga ishonib, hamma ham xotiniga ishonmaydi. Lekin xo'jayinim menga ishonib, men juda ham kattakon rahmat aytaman xo'jayinimga, menga podдержка berib, ishonib, mana shunday. Bo'lmasam siz ishib olganingizda, menimcha xo'jayingiz nyanya, mama-sestra bo'lib turgan, bo'lmasam nyanya bo'lgan deyman. Xo'jayinimni yo'q, u kishi ham biza birga ishlaganmiz, birga ishlagansizlar, bolalar biza bolalarga birga men o'qishdan kelardim. Magistraturadan bolamga qaraganman. Bu kishi ham o'qiganlar, ham ishlaganlar, ham kompaniya ochganlar. Men ya'ni xuddi o'zbek ayoli juda ham kuchli bo'ladi. Ham bolasiga qaraydi, ham uyiga ham ishlashi mumkin. Xuddi shunday. Ana ko'ryapsizlar, mana kim yaqin orada Amerikaga kelganlar, "Yo, Amerika qiyin, men stressda, bolalarim bor." Mana buni qaranglar, boshida hammada qiyin bo'ladi. Hammada qiyin bo'ladi. Mana keyin yurasiz. Dang'illama o'ylar, bir nechta o'ylar, Mercedes, BMW. Xudoga shukr. Ajoyib. Keling, mana uy bo'lmasam uy mavzusiga qaytaylik. Mana ko'p odamlarga uy olib berasiz. Mana shu uy olishda masalan ko'pchilik qiladigan xatolarni aytib bering. Bizga nimaga qanaqa xatolarni qilishadi ko'pchilik, ya'ni balki asosan o'zimizni kelib uy olayotganda. Asosan o'zimiznikilarni aytmoqchi bo'lsam, ko'pincha o'rtog'ini, tog'asini, ammasini gapiga quloq solish. Oldida professional agent turibdi, lekin uni gapiga emas, tog'asi 1 yil oldin olgan yoki 5 yil oldin olgan tog'asiga yoki umuman uy olib ko'rmagan, yaqin umuman uy olib ko'rmagan do'sti yoki boshqa bir tanishlarini ma'lumotiga suyanish. Bu eng katta xato. Chunki Shohruxbek olgan uy bilan Samandarbekni uylari bir xil emas. Har xil. Ba'zida bo'ladi, opa, mana bu o'rtog'im shunaqa uy oldi, u closingga 5000 to'ladi, lekin meniki 8000. Nimaga? Chunki uniki kattaroq uy, uniki location boshqa. Ya'ni uy bir xil bo'lmaydi hech qachon. Shunga qarab transaction ham, ya'ni o'sha proses ham bir xil bo'lmaydi. Siz faqat shu Illinoisda xizmat ko'rsatasizmi yo boshqa shtatlarga ham? Men o'zim licensed Illinoisda, hozir Kaliforniyanikini olish unaqasidaman, yo'lidaman. Lekin men KW kompaniyasida, Keller Williams, bu butun dunyoda. Ya'ni butun dunyo, Turkiya, Dubay, boshqa yoki Yevropa davlatlarida ham olib bera olaman. Dubaydan olib bera olasiz? Dubaydan ham olib beraman. Hozir mana bitta yaqin opamga Dubaydan olib beryapman. Dubaydan bironta realtorni taniysizmi? Taniyman. Kim taniysiz masalan? Keller Williams kompaniyasidan agent, o'sha bilan ulab qo'yganman. Mana hozir proses ketyapti va o'zim uni ustida turibman, hammasini tekshirib, dokumentlarini ko'rib beryapman. Juda ko'p, men o'zim ham kuzataman, ko'pchilik realtorlar bor, kuzatadiganlarim, o'sha rossiyskiy blogerlar, o'sha realtorlik qilib nima qiladiganlar, o'shada Dubaylarda ishlashadi-da, Dubayda ishlab, hozir o'sha Amerika bozorlariga ham kirib, set qilib tashlashganda har xil shaharlarda, Amerikaga kirib ham ular luxury uylarni sotishga boshlayapti-da, bir pastda qanaqa qilib. Mana tog'imni ayollari top o'sha yerda realtor Dubayda. Sanobar ismlari. Zo'r-ku. Kontaktlarni bersangiz bo'ladi. Da, o'sha topdan shu shayxlarning oldida ularga order berganlar u kishiga. U kishi 15 yildan berimi, 20 yildan beri shu yerda. Bo'ldi, kontaktlarni olsam zo'r bo'lar ekan. Zo'r.
Manda juda ham ko'p bu yerdan investorlarim, tracking kompaniya egalari, o'sha Turkiyada investment qilyapti, o'zi Dubayda investment qilyapti. Bor shunaqalar. Zo'r. Endi Dubayda ham narxlar hozir o'sha Amerika bilan bir xil bo'lib qoldi deyishyapti, narxlar oshib. Bilmadim. Dubayda bo'lmaganman, hech narxlarini ham bilmayman, qiziqmaganman. O'sha uchun balkim Demak, podkastlarni kuzataman-da o'sha uy bo'yicha realtor. Dubayning narxi Toshkentdek bo'lgan. Toshkentdek bir xil Dubay, bilasizmi? Luch aka, Toshkentda shunaqa million uylar bor. Dubaydan olsangiz yaxshiroq yo Amerikadan olsangiz yaxshiroq. Toshkent arzon hali. Yo aka, shunaqa qimmat narxlarni masalan so'rang bolalardan. Yo unaqa kichkina uylarni emas. Unaqa Dubaydagi uylardek narxlari shunaqa, narxi bir xil. Bilmadim, ishqilib uni endi hali olsak, katta bo'lsak, Dubayda uy olsak, keyin surishtiramizda. Qarang, mana realtor o'zi olish kerakmi? Masalan, men uy olmoqchiman-da, o'zim shuni realtorsiz ham uy sotib olsam bo'ladimi yoki shu-yerga realtor olish kerakmi? Realtor olayotganda, masalan biz ko'rayotgan odamlar bo'lsa, uy olmoqchi bo'lsa, realtor tanlamoqchi bo'lsa, nimalarga e'tibor berish kerak? Shu narsani bir. Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Ya'ni aytmoqchisiz-ki, realtor kerak, qonuniy olishi kerakmi, yo'qmi? Yo'q. Xo'sh, men sizga bitta savol beraman. Birov odamni ishi sudga tushdi. Ular advokat olyapti. Advokat olishi qonuniy shart emas, lekin advokat bilan boryapti. Advokat bilan borsa ishi osonroq bitadi deb o'ylayman. Xuddi shunday, agent bilan ham shunday. Advokat bilan borganda advokat uni protect qiladi, защищать qiladi, to'g'rimi? Himoya qiladi. Xuddi shunday realtor ham sizni himoya qiladi. Ya'ni o'sha har xil vaziyatlardan birorta kontraktda yozilgan biror narsani qo'l qo'yib qo'ysangiz, Amerikada bo'ldi, siz o'shanga javobgarsiz. Realtor bu narsalarni ko'rib, sizga maslahat berib, yo'naltiradi. Bo'lmasam siz uy topib bersangiz, ulardan pul olmaysiz. Kim uy sotgan bo'lsa, undan pul olasiz. To'g'rimi? Xo'sh, oldin shunday edi. Hozir 24-yil avgust 17-sida shunaqa qonun chiqdi, ya'ni sotuvchilar o'zini agentiga to'laydi, sotib oluvchi Samandarbek o'zini agentiga to'laydi. Lekin men oyiga 10-15 ta uy sotaman, biror marta hali o'zimni klientimdan, ya'ni sotib oluvchidan pul olganim yo'q. Hammasini sotuvchidan olaman. Ya'ni top agent bo'lishdan, ya'ni o'sha bilan ishlagandan foyda ham shundaki, ular sellerlar bizani taniydi. Ular biladi biz qanday ishlaymiz, ular rozi sizga berishga pul. Yaxshi, o'zim katta plyus ekan siz bilan ishlash bo'lmasa. Albatta, nafaqat pul jihatdan, ya'ni bilim, mendagi real estate'dagi maslahatlar juda ham muhim. Shunda agar sotuvchi, uy sotayotgan odam, masalan bu yoqda ikkita realtor bo'lsa, oluvchining ham realtori bor, sotayotgan odamning ham realtori bor. O'rtada ikkita realtor bor. O'tda ikkita realtor bo'lsa, ular o'sha qanaqadir bir qismini bo'lishib oladimi yoki ularga ko'proq pul to'lanadimi? Xo'sh, bu yerda compensation o'sha biz aytamiz o'sha %da foizini gapiryapmiz. Qonuniy jihatdan men tushuntirib o'taman. Bu yerda hech qanaqa ko'p to'lamaydi demoqchiman-da. Aniq birorta foiz yo'q. Bu ya'ni siz o'sha klientingiz bilan negotiate, ya'ni kontraktni kelishuv qilasiz. Masalan, agar Shohruxbek meni klientim bo'lsalar, uylarni sotayotgan bo'lsalar, men u kishi bilan gaplashib, masalan, meni foizim 3% deyman. Lekin boshqa agentga biz beramiz yoki 2,5%, 2% deyishim mumkin. Yoki bo'lishi mumkin 2% ga 2%. Xuddi shunday. Ya'ni bu kishi manikini to'laydilar, agar uni agentiga to'lanmayotgan bo'lsa, bu kishi ham to'laydilar. Ya'ni bu kelishuv ostida contract agreement deymiz, bo'yicha to'g'rilanadi. Zo'r. Ya'ni ba'zi holatlarda to'lanadi, ba'zi holatlarda to'lanmaydi. Shunaqa. Tushunarli. Hozirgi vaqtda ko'p o'ylaydigan odamlarga nima maslahat berasiz? Masalan, uy olsammi yoki olmasammi? Masalan, tanishlarimiz ko'p, vatandoshlarimiz ko'p yurishadi, trakda yoki boshqa ishlarda, Uberda, yana
ancha yillardan beri boshqa ishlarda yurishadi. 10 yillab to'lagan odamlar borda. Haliyam Rentga, ha, o'sha arendaga to'lagan odamlar bor. O'shalarga qanaqadir masalan konkretni nuqta qo'yadigan maslahat berib bilasizmi? Nimaga yo'l olish kerak? Albatta. Ko'plarida ham so'ng keyin green kartasi yo'q. Ular nima qilsin? Hech qisi yo'q. Green kartasiz ham uy olib beramiz odamlarga. Ba'zi bir dokumentlar so'raladi, olib beramiz. Lekin masalan 10 yildan beri arendada turgan bo'lsalar, hozirning o'zida aytaman, uy olish kerak. Chunki masalan o'sha bu yerda matematika ketadi, ya'ni nomerlarni beriladi. 10 yil ichida siz masalan keling $2,500 dan olayotgan bo'lsangiz, uyni bu degani siz olib birovni bankiga to'lab olasiz, lekin uy sizniki emas. Agar o'shani pulini $2,500 bankni puli bo'lishi mumkin siz sotib olganda. U lekin uy sizniki. Ya'ni 10 yil ichida, 5 yil ichida sizda equity bo'ladi. Equity degani ya'ni o'sha siz Samandarbek 400 ga olsalar, 5 yildan keyin yoki 3 yildan keyin o'sha 200 ming, 300 mingga oshishi mumkin. Ya'ni o'rtasida. O'sha equity, ya'ni foyda ham bo'ladi bundan. Xo'p, shu ketidan savol sразу. 200 minglik uy oldi. Lekin uni ustiga foydasini qo'yadi bank. Menimcha o'ylayman kamida 200 ming qo'yadi yana. U qanday qilib foyda qilishi mumkin? Masalan, o'shadan keyin u 300 bo'lsa, masalan, hali uni bankning foydasi bor-ku. Shuni tushuntiring yaxshiroq. Albatta, chunki har yili bozor o'zgaradi. Siz o'shanda qolib ketmaysiz u price'da. Ya'ni har yili bozor o'zgargan payti, ya'ni ko'paygan payti uyni puli sizda foyda qoladi undan. Shunda qarz bor-ku hali. Hali u foydasini qo'ygan-ku. Qo'ygan foydasini. Hech qisi yo'q, sotgan paytingiz uni qaytarasiz pulini bankni. Sizda baribir o'sha, okey, sizda 2 yildan keyin agar siz sotsangiz, siz foyda ko'rmaysiz. Kamida foyda ko'rish uchun, equity olish uchun, o'sha foydani olish uchun siz 7 yil yashashingiz kerak uyda. Siz 2 yilda bu minusga chiqasiz. Bo'ladi menda shunaqa klientlar, meni klientlarim emas, ya'ni 2 yil, 3 yil oldin boshqa agent bilan chiqqan, sotib olishga hozir sotmoqchi. Opa, uylarning narxi ko'tarildi, men sotsam hozir pul olib bilamanmi? Yo'q. Minusga chiqasiz. Pul ola olmaysiz, qaytaga o'zingizdan closing cost to'lashingiz mumkin. Faqat qachon siz equity olasiz, minimum taxminan 7 yil yashashingiz kerak uyda. Taxminan. Men esimda Childan oldin men Naplesda yashaganman. Juda zo'r shaharcha Naples. O'sha yerda 2018-yil amakim 350 mingga uy oldilar. Keyin men u yerdan 2021-yil ko'chib kelganimda o'sha uylari o'zi где-то shu 900 ming edi. 250 mingdan 900 mingga. 350 dan. Nimaga bunaqa bo'lganda? Chunki sizdan Covid bo'lganda juda ko'p odam ko'chib ketgandi. O'sha payt bular juda zo'r foyda qilishdi. Albatta, Covid payti hamma odamlar mana bunday o'tira olmasdi-yu, hamma uyiga уже borishni boshladi, to'g'rimi? Uydan ishlashni boshladi. O'sha payt juda ham narxlar ko'tarildi. Yo'q, ko'p kishi Floridaga ko'chdi. Shu uchun Florida narxi uylari ko'tarildi. O'sha payt ular juda ham zo'r foyda qilishdi. Esimda bilaman buni ham. Lekin hozir Floridada uylar tushyapti. Meni kollegalarim chunki hozir unaqa bo'ldi-yu ularda. Tornado bo'ldi. Tornado bo'ldi. Shuni hisobiga tushdi. Yaqinda bir akamiz keldilar bizning podkastimizga, Farhod Sultonov, tanisangiz kerak. Financial income advisor ular ham shu недвижимость bilan shug'ullanaman, shu qilamiz, investitsiya qilamiz deb aytdilar. O'sha yerda bitta gaplari bo'ldiki, bu Chikagoda o'sha imенно выгодно emas uyga pul tikish, chunki nimadan kelgan, Coviddan keyin hamma yoqda narxlar Covid vaqtida uy narxlari tushdi. Chikagoda, Illinoisda hali ham o'ziga kela olmayapti narxlar. Uncha bu yoqda pul investitsiya qilish выгодно emas dedilar-da. Shu fikrga nima deysiz? Endi qiziq bo'lardi o'sha bilan prямом gaplashish. Nima, menga resource kerak. Juda ham ko'p odamlar mana bunday bo'layapti deydi. Men lekin resource qayerdan olasizlar? Shu narsani men bilmoqchiman. Bilmoqchi edim. Endi menimcha ular nisbatan endi bo'lishi mumkin solishtirib. Lekin agar bunday olganda men qo'shilmayman, chunki bizda immigratsiya juda ham katta. Illinois nimaga narxlar ko'tariladi? Bizda immigratsiya katta. Kim odamlar biror joydan kelayotgan bo'lsa, yo New York yo Illinoisni tanlaydi. Любой xalq. Bu farqi yo'q, bizning o'zimizni o'zbeklar emas. Любой
xalq shunday, Xitoy ham shunday, chunki bu yerda Xitoyning shaharchasi bor bizda Illinoysda. Ikkita katta megapolisda bu Nyu-York bilan Chikago. Ya'ni Illinoysda immigratsiya katta, shuni hisobiga bizda mana Kaliforniyadan indiyaliklar bu yerga kelyapti. Mana indiyalik klientlarim 2 millionlik uylar oladi. Ular ko'chib kelyapti Kaliforniyadan. Men hayron qolaman. Nima ko'chib kelyapti, qanaqa nima holatlar bo'lyapti o'tda desam, o'tda o'qish sistemasi ozgina o'zgaryapti. Shuni hisobiga bular Illinoysga qarab kelyapti. Chunki bu yerda yaxshi Indian community school'lari bor, masjidlarimiz bor. Ya'ni immigratsiya katta Illinoysda. Juda katta diasporasi bor-ku bu yerda. Endi nima deylar? Hindistonlik. Yo'q, Hindistonlik. Men ham ko'chib kelishimga Abdurasovchi bo'lgan Chikagoga. Men aytganki, men никогда ko'chmayman Chikagoga deganman. Никогда не говори никогда. Keyin Abdurash men uning kelganda Naplesda menga aytdiki, "Jo'rajon, men sizdek uy topdim bu yerda. Sizni uyingizga o'xshaydi" deganda, "Ha, bitta borib ko'ray" deganda. Kelib chap menga yoqqandi-da. Ko'ring mana. Abdurasovchi bo'lgan shu joyida men post qo'yganimda Abdurash shokka qolgandi. "Yeh, ashuni qanday qilib siz kelib sirasiz post qo'yapsiz?" Hech qachon kelmayman degansiz, mana kelib qoldingiz. Da ko'chib keldik, keyin Samandar akani tortdik. Shunday. Biz ham shu razvedka qilib ketdim, qarasam yaxshi joylarga. Yo'q, yaxshi joy. Mana shu Nyu-Yorkdan kelgan вообще dahshat yo'li. Bemalol. Da, bitta u bor, что u yer kriminal deb eshitganmiz, lekin bilsak biz yashaydigan joydan 1,5 soat yo'l. Keyin ikkinchidan bu juda ham sovuq. Chicago deb eshitganmiz, lekin men sovug'ini ko'rdim. Yo'q, bunaqa emas. Bo'ladi, где-то shu 2 hafta haqiqatan ham dahshatli bo'ladi. Lekin uydan chiqmaysiz. Shunday. Lekin qolgan kunlari shu Nyu-York qanaqa bo'lsa, shunaqa. Xuddi shunday. Men Instagramda video qo'ydim Illinoys to'g'risida, kommentariyalar oldim. Opa, sovug'ini gapirmaysizmi degan joyini oldim. Lekin haqiqatan sovuq unchalik odamlar o'ylaydigandek sovuq emas. Haqiqatan 2 hafta bo'lishi mumkin. Sovuq, uydan chiqmaysiz yoki qalin kiyinib chiqasiz. Lekin Chicago ancha o'zgardi. Illinoys. Oldin bizda restoran bunaqa narsa bo'lmagan. O'zbek restoranlari, bu narsalar yo'q edi. Mana shu 5 yil ichida juda ham ko'p ochildi. Restoranlarimiz milliy ochildi, Shahrizida ochildi, Samarqand ochildi, Norsayda. Ya'ni u xuddi Nyu-Yorknikidek bo'lib qoldi-da. Yo'q, mana bu 1 yil ichida bular ochildi. Yo'q, 5 yil ichida umuman o'zgarganini. Shunday, lekin mana bu ular boshqalar bor edi, lekin Naperville'da srazu 2-3 ta ochildi. 1 yil ichida. Zo'rpa. Chunki biz keldik. Chiqish boshlandi, biz keldik, shu uchun ochib ketdim hoji. Shuni ayting. Pochizov bo'ldi-da. Xuddi shunday. Birinchi boshlab ko'rdik. Sizlarga tayyorlab qo'yishganda. Bizga doimo Nyu-Yorklardan mehmon keladi, boshqa shtatlardan kelishadi. Shu bizim podkastda doim shu faqat o'zi Illinoysni maqtaymiz-da, Chicagoga kelinglar, zo'r joyda. Ba'zi klientlarim meni ayblashadi. Opa, hamma o'zbeklarni olib keldingiz, O'zbekiston qilib qo'ydingiz deb nimani. Illinoys boshqa odamlar. Boshqalarga deyish kerak ekan. Yo'q, yaxshi-ku, naborat bizaniki ko'p bo'lsa, albatta. Biznes ko'p bo'ladi. Albatta. Biznes ko'p bo'ladi. Biznes ko'p bo'ladi, o'zimiznikilar bemalol his qilasan. Odam o'zini, bolalarimiz bir-biri bilan o'ynaydi. Bu juda ham yaxshi. O'zimiznikilar ko'paysa, ya'ni bu juda ham zo'r. Keyin masalan, uy masalasida yana bir ikkita savollarim bor edi. Biz bilamiz, Amerikada asosan yog'ochdan uylar quriladi-da. O'zimizdagidek unaqa pishgan g'ish, nima qilib, unaqa mustahkam beton qo'yib, u podvol qilib nima qilmaydi. Bu yerda oddiygina va ko'rdim, yonimizda 4 qavatli uyi. Katlaman bo'ladi, keyin u yoqdan yog'och. 1 yil oldin hech narsa yo'q edi. Ertalab chiqib aylanardi, bularga o'zi qurib bitkazib, o'sha odamlar ko'chib kirib yashayapti. 4 qavatli uyi 1 yilga bormasdan qurib tashlashdi-da. Yog'ochdan bir pasda karkas qilib ko'tarib, tomini yopib qurishdi. Xuddi shunaqa mana yog'ochli uylar, ular qanaqa chidamli o'zi? Masalan, uy olmoqchi bo'lgan odam masalan, siz qanaqa maslahat berardingiz? Shu maksimum necha yillik uyni olgan yaxshiroq?
Shu u ertaga uni ham baribir so'rovga bordim. Qanaqadir vaqtdan keyin o'sha yetib keladi, o'sha avariyli holatga keladi. Siz o'sha klientlaringizga o'sha nechinchi yildan tepasini olishni maslahat bergan bo'lasiz qurilishda? Xo'sh, bu yerda ikkita savol ketyapti. O'z savolni so'rayapsiz. Men birinchisiga javob bermoqchiman, ikkinchisiga ham sirasi. Chunki new construction bu juda ham muhim tema. New construction haqida ozgina tushuntirib o'tmoqchiman. Birinchisida odatda men 2000-yildan keyingi uylarni tavsiya qilaman. Ko'p klientlar, ko'p odamlar eski uylarni xuddi mana shu professional agentlar, oddiy agentni farqi. Ko'p odamlar, bu bizda shunaqa qonun bor, 1978-yildan oldingi qurilgan uylarda LED degan anaqasi bo'ladi. Ya'ni kraskani ichida, suvni ichida LED degan narsa bo'ladi. Ya'ni ularni agar sizlar bilmasangizlar, u kasallikka olib keladi. Ximikatmi qanaqa? U ximikat ichiga narsa qo'shilgan. Unaqa narsalarni men odatda unaqa uylarni topib bermayman, odamlarimga tushuntiraman. Ko'plar bilmaydi ham buni, agentlar ham, olib berganlar ham tushuntirmagan, chunki ko'plar bilmaydi. O'sha uchun men maslahat beraman o'sha 2000-yildan keyingi uylarni olishni. Ikkinchi savolga javob bu new construction uylar. Ko'plar aytadi, "Opa, bu uylarni yog'ochdan qilyapti, 2 oyda", bittasi video chiqaruvdi, bitta blogerimiz 2 oyda, 5 oyda bitta deb, lekin bu noto'g'ri. Men o'sha yerda ham komment yozgandim. Ya'ni ular fundamentni o'sha oldin qilib qo'ygan bo'ladi. Sizlar ko'rmaysizlar. U fundament, plumbing narsalarni hammasini o'sha qilib qo'ygan bo'ladi. Ular fundament podvallarini, betonlarni qilib qo'ygan bo'ladi. Faqat mana bu taxtasi bilan quriladigan 2 oyda bo'ladi. O'sha uchun endi uni mustahkammi, yo'qmi, uni men javob bera olaman. New construction kompaniyalari bilan ishlayman. Ular har xil bo'ladi. Har birini o'ziga xos kачествоsi bo'ladi. Masalan, menda MI Homes menga sovg'a qilgan narsalari bor. MI Homesda boshqacha kачество, sifati bor narsalar bilan. Standarti bor-da, ular standartiga javob. Masalan, Lennar ozgina boshqacha sifatda ishlaydi. Pulte Home ularda boshqacha sifatda. Ya'ni bu yerda qaysi biri zo'r, uni faqat borganda men ko'rsata olaman. Gapirib, ko'rsatib, aytib bera olaman. Lekin men sizga aytaman, tomoshabinlarga ham aytaman, hech qaysi new construction 2 oyda, 3 oyda qurilmaydi. Bu noto'g'ri gap. 2-3 oyda qurilmadi-ku. 1 yilda, 1 yil. Men aytmoqchiman. Amerikanskiy standartlar baribir bu narsani kontrol qiladi-ku. Kontrol. O'zimizdagi masalan yoki qayerda ekanligini aytmaymiz. O'sha joydagi bu Levi Construction chiqib prorab chiqib qurib tashlagan o'zini puliga unaqa uylar emas-ku. Bular hammasi o'zining standartlari bor, o'shanga javob beradi hammasi. Albatta, bu davlatning standarti. Bu yerda inspektorlar keladi, tekshiradi, qurilgandan keyin. Bu yerda nafaqat inspektor, bu yerda city, county odamlari kelib, tekshirib, testdan o'tkazib, mana shu uy yashashga loyiqmi deb ularga hattoki mana closinglarda men yopgan paytim new construction sertifikat ko'rsatadi. Ya'ni certificate of occupancy deydi. Ya'ni sizlar mana shu uyga safe, ya'ni yashash mumkin bu uyda deb unaqa qiladi. Bu yerda hamma narsani o'zini odami kelib tekshiradi, hamma narsasini. Qanaqadir biznes ochaman desangiz ham, masalan, qanaqadir binoda 5-6 oylab tekshirishlari mumkin-ku. Sani avariyaki nimalarini yaxshilaydimi, ekstrem situatsiyada nima qilish kerak, hammasini. O'shanga yangi uylar, men o'ylayman, biz turgan uylar ham hozir yangi uyku. Yo'q, bularni hammasi albatta mustahkam uylar, bularni tekshiradi. Chunki bularda ham minus tushadi. Agar bitta narsa noto'g'ri bo'lsa-yu, bularda bironta noto'g'ri ketib qolsa, bularni o'ziga ham minus. Bularni avtoriteti, reputatsiyasi tushadi. Shu uchun bular harakat qiladi, yaxshi qilib qurishga. Masalan, hozir mana bu yonimizda, to'g'rimizda yangi building qurildi, shu apartamentlar. Narxini men borib bir so'raydim narxini. Sizlar 2 xonali, 2 bedroom, 2 bedroom. Shu markinglari bilan общий 4 mingga ketyapti-da, billari bilan. Strashniy narx-da. Bu 4 ming oyiga. Oyiga. Где-то shu 3800 bo'lyaptimi, nima bu? Baribir bil ular bilan 4 ming ketadi-da u. Bo'ylar uchun ekanda sho'ri. Ha? Butun bo'ylar uchun ekanda u. Men hayron, bu odamlar oladimi bunaqa narxni?
Endi shu narxi men o'ylaymanki, u dvorets uy olsa bir Napervilledan Yo'q, manimcha. endi dvorets uyi 4000 oyligi bilan ololmaysiz. Napervilledan ayniqsa. Lekin men sizga aytaman, New Construction o'sha 4000 mi? Qanday ishlaydi New Construction? U yerda update'lar bo'lishi mumkin. U siz 4000 lik ichida agar apartment bo'lsa, значит luxury ichida, uni kuxnyasi chiroyli qilingan bo'lishi mumkin. Shunday. Kuxnyani shkaflari, qo'llari, uni boshqacha bir yaxshi quality, sifatli narsalar qo'ygan bo'lishi mumkin. Countertop deymiz, o'sha kitchenni, ya'ni oshxonani ustidagi toshini ham yaxshisidan qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu hammasi rol o'ynaydi. Men hozir bunda ayta olmayman, u nimaga 4000 ligini men borib ko'rishim kerak, lekin bu o'zi New Constructionda Shunaqa. nima uyni ichidagi update'iga qarab baholanadi. Shunday, xuddi shunday aytib o'tmoqchi edim. Mana shu New Construction juda ham yaxshi savol beryapsizlar. Shu haqida ko'p klientlar o'ylaydiki, masalan, o'zi boradi, uyni oladi New Constructionga, chunki u yerda ofis bor, bular boradi, gapiradi, olib ketadi. New Constructionda model degan model home bor. Model homelar, da. U yerda borasizda uni chiroyli qilib, nima qilib qo'ygan, yasatib qo'ygan. Ko'rgazma uchun uylar. Ko'rgazma uchun uylar. Sizlar borasizlarda, men mana shu uyni 400 mingga olayotgan ekanman deysizlarda, agar agensiz borsangizlar albatta. Bu katta minus bo'ladi. Qog'ozga imzo qo'ydingizlarmi? Ya'ni boshlang'ich to'lov berildimi, keyin oxirida closingda keyin ko'rdingizki, u boshqa uy. Undagi lestnitsalari yo'q, undagi kitchen kabinetlari boshqacha. Qo'shimcha pul bo'ladi keyin. Keyin odamlar nima qiladi? Zilolipa, menga yordam bering. Endi keyin o'sha kech bo'ladi. O'sha uchun hammaga aytmoqchiman, New Constructionga bormoqchimisiz, ingliz tilini zo'r bilasizmi, yo'qmi, farqi yo'q. Zo'r bo'lgan taqdirda ham real estate o'sha so'zlarini, real estate'da qanday bu narsalar bo'lishini bilmaysizlar. Men bunga garantiya beraman. O'sha uchun ham sizlar agentga to'lamaysizlar. Chaqiringlar agentni, o'zlaringiz bilan olib boringlar. Hech narsa yo'qotmaysizlar. Tushunadigan hech narsa yo'qotmaydi. Zato mana shunaqa muammoga tushmaydi. Bizda nechta odam mana xo'jayinimlarga ham telefon qilib, iltimos Zilola opamlarga ayting, yordam bersinlar, bizga deganlar bo'ldi. Lekin New Construction shunday, bir marta o'zingiz bordingizmi, agentni aytmadingizmi? Всё. Ketdingiz. O'zingiz уже men 10 marta borsam ham ular yo'q deydi. Albatta meni tanishlarim bor u yerda, o'zim necha marta ishlaganman. Endi sekin gaplashib qilsam bo'ladi, lekin ba'zi holatda ular ham yo'q deydi. Bizlarni vatandoshlarimiz ichida shunaqa narsalar borki, neki illyuziya bor, ular qo'rqishadi aloqaga chiqishga. O'ylashadi, birdan telefon qilgandan men pul to'layman yoki shunga o'xshagan narsa deb o'ylashi mumkin-da. To'g'risi men tushuntirib, Jahon aka tushuntirib berdi bizga. Shungacha men tushunmagandim-da, qanday ishlaydi o'zi bu uyolish. Оказывается, juda ham oson ekan-ku, juda. Aslida oson ekan. Endi mana shu harakatda biz o'zi o'ylayapmiz shu narsani. Hammasi juda ham oson ekan-ku. Albatta. Даже shunday kelgan odam ham uy olib ekan-ku. Shunday. Amerikaga endi kelgan odam. Shunday. Qanday kredit istoriya so'ramaydimi? Yo'llari bor ekanda, yordam berar ekanlar, ha. Legalniy yo'li bor. Endi juda ham muhim, siz kim bilan ishlashingiz. Agar siz yaxshi top agent bilan ishlasangiz, albatta ishingiz oson bo'ladi. Yaxshi top agent. Albatta. Zilolopani ishlashlaring kerak. Farqi yo'q, men prosta aytmoqchiman, juda ham muhim kim bilan ishlashingiz. Endi Zilolopa, menda shunaqa savol bor sizga. Shu vaqt davomida shu ishlashni boshlaganingizdan beri agent bo'lib vatandoshimizga eng qimmat nech pulga uy olib bergansiz? Aynan o'zbek vatandoshimizga o'zim. Faqat o'zbekni so'rayapsizmi? Men indiyalikni aytishim mumkin, 3 millionga olgan, lekin o'zbek vatandoshimiz 2 milliongacha. 2 milliongacha? Ozgina pastroq 2 milliondan. Ozgina. Zo'r. Olib berganman o'zbek. Shu qarangda, shu 2 million uy oladiganlar ular masalan puli ko'p, normalniy puli ko'p bo'ladi-da. Shular narxga olmaydi-yu, kreditga oladi-ya. Kreditga olishadi. Nimaga? U katta pulni o'chi biznesga ketadi. Xo'sh, undan ko'ra boshqa narsaga qo'yganim yaxshi deydi. Albatta 2-3 ta taroziga qo'yishadi. Ya'ni uyga qo'yishadi, ham masalan bor shunaqa investorlarim uyga qo'yadi, commercial buildinglar, magazinlarga qo'yishadi. Ya'ni hamma tuxumni bitta savatda ishlamang degan. Xuddi biznesmenlarning nimasida, Michelinsida o'ylab qaradi. Masalan 3 million siz pulingiz bor.
siz bo'lib hayotda bo'lib olmaysiz ana bu nimani. Men tanishlarim bor, shunaqa tanishlar bilamiz. Dubayda yoki Amerikada oyiga $10,000 pul to'lab turishadi arendaga. Ya'ni rentga turishadi-da, $10,000. Ular chunki ko'p turmaydi-da, tursa 5-6 oy turadi, yoki 1 yil turishi mumkin. Keyin yana boshqa joyga, yana boshqa joyga. Ular ko'chib yuradi. Xuddi shunday biznesmenlar endi o'ylashsa boshqada. Ular birdan keshga birdan olmaydi. Ya'ni endi keshga olmaydi. Nima qiladi u bitta shuncha pulni real estate'ga qo'shib. Undan ko'ra kam hamma joyga biznesi bir-birini ko'tarib ketaveradi. Kam qo'rang, hamisha qo'rang. Lekin hozir o'ylab qolyapman, men agar boshida shunaqa to'g'ri maslahat bergan odam bo'lganda menga boshida хотя бы 200 mingami, 100 mingdan ziyodroq bo'lsa, uy olib olgan bo'lardim men. O'sha paytda siz kelgan masalan chiqish podkastlar bo'lmaganda, mana olib chiqib, mazlabimga o'xshagan odamlarni olib chiqib, mana ko'ringlar, eshitinglar, anaqa maslahat deydigan odamlar bo'lmaganda. Bale, hozir to'g'ri. Ana endi tayyorsiz. Nimasi ham shu-da. Endi tayyorman. Tayyorsiz olib beramiz. Shunday har bir ish o'sha vaqtida bo'ladi-ku, hamma vaqt. Haqiqatan ham shu amakim uy olganlar birinchi uylari shunday bo'lsa dedim, birinchi uylari 100 ming olganlar. Shu keyin shu uyni sotganlar 200 mingami shunaqa. Shuni down paymentni unga bergan 150 ming shunaqa qarzlar qo'ygan deb ular ustiga pul qo'ygan yana-yu. Bizda shuna 50 ming qancha. Keyin ular shunaqa выигрышda bo'lganda, haqiqatan buni qaranglar. Bisha katta pulga pul ishlaganda. Menga sotgan bo'lsalar, uni equity qancha? Uy 200 ming sotib, keyin 350 ming uy olyaptilar, tushunyapsizmi? Down payment berib, shu undan pulini down payment berib, keyin necha yildan keyin уже qo'yib bo'lganda уже 1 millionga chiqyapti uylarida, necha yildan keyin-da. Konkret katta foydada. Shunday. Hozir bizlarni ko'rib Zilolopa ko'p odam chiqishi mumkin sizga. Chiqsin, maslahat beramiz, Zilolopani top agentlar. Keyin agar uy-puy olsa agar shu yerdan bilasizmi, qani to'ldirsa bo'ladi ichidagi masalan O'zbekistondan olib kelib to'ldirsa bo'ladi-da, uy ichini har xil o'zimizning ko'rpachalar bilan, shunga o'xshagan narsalar bilan. Bilasizmi qanday olib kelish kerak O'zbekistondan bu narsalarni? Qaysi pochta bilan? Atlasmi? Bale. Atlas Express pochtasi bu narsada yordam beradi vatandoshlarimizga. Atlas Express sizga vatandoshlarimizning uylarini O'zbekistonning muhitini yaratib beradi. Ajoyib. Sizlar aytmoqchiki, ularni ham reklama qilamiz deb, to'g'rimi? Yo'q, biz aytmoqchi emasmiz. Biz просто shunday o'tib ketdik. Tavsiya qilamiz. Tavsiya qilamiz, nomer telefonlari, raqamlari berib chiqadi. Albatta. Bemalol baribir o'zbek xonadonida baribir ko'rpacha, yostiq, hammasi o'zbekcha bo'lishi kerak-da. U sizda uydagi hatto pardalargacha bir xil pardagacha tuziladi. O'zbekistondan olib kelib qolishadi. Shunday O'zbekistondan zakaz qilib pardalarni olib kelishadi, ko'rganman. Lekin yevropeyskiy yaxshiroq. Yo'qmi? Kimning fuqsi qanaqa? Odamga bog'liq, albatta. Kimdir xohlaydi yevropeyskiy, kimdir xohlaydi o'zbekona madaniyat. Shunday, biz u kuni men bitta akamizga mehmonda bo'ldim. Bitta xonlarni shu faqat o'zbekcha muhit yaratib, menimcha shu Atlas Expressdan olib keltirganlar ko'rpachalarni. O'zbekcha tapchanlar, mana shunaqa ko'rpachalarni qo'yib o'tiribdilar, mazza qilib. Bu xonada o'zi skameyka, men yoqtirmayman o'zi men ko'rpachani. Chunki men 2 sekundda oyog'im o'zi dosh bermaydi u narsaga. Devolda olib boraverman. Nimaga o'xshab? Shakchaga o'xshab devolda olib boraverman. Men ko'rganman, klientlarimiz olgan podvalni tapchan qilgan. Polностью xuddi o'zbekona tapchan qilib qo'ygan. Mehmonga borganimizda sizga statistika bormi? Shu nechta o'zbeklarimizga uy olib bergansiz? Примерно, taxminan. Menda statistika yo'q. 100 tacha bormi? Undan ko'p bo'lsa kerak. Undan ko'p. Chunki men yilida 100 dan ortiq uy sotaman. Yo'q, endi o'zbeklar. Men shuni aytyapman, endi o'zbeklar ko'p-ku menda. Wow. 100 dan уже ortiq uy berdi o'zbeklarga. Endi ularni menimcha hammasi ham o'zi uchun sota olmagan, просто investitsiya uchun ham oladiganlari ko'p bo'lsa kerak orasida. Investitsiya uchun ham olib turib arendaga berib. Mana tracking kompaniya egalarim, klientlarim bor. 2-3 ta oladilar. Qarang, bizlar masalan O'zbekistondan ham ko'rishi mumkin ko'pchilik. Men O'zbekistonda shug'ullanganman, недвижимость bilan. O'zbekistonda ko'pchilik biznesmenlar bir shu недвижимостьga pul tikadi, как biznes sifatida olib sotadi, boshqa qiladi. Xuddi shunday masalan O'zbekistonda turib puli bor odam Amerikada uy sotib olib shu недвижимостьga investitsiya qilish mumkinmi? Mumkin, bemalol qilishadi. Unaqa klientinglar ham bor o'zi. Unaqa klientim yo'q. Lekin menda chiqqanda Instagramdan o'zimizni mashhur
mashhur unaqalar qo'shiqchilar artistlar. Ha, qo'shiqchi. chiqishibdi. Shunaqa Zilolaxon bizga yordam bera olasizmi deb. Shunaqa bo'ladi, olib bo'ladi O'zbekistondan Amerikaga pul tiksangizlar, investment qilsangizlar bo'ladi. Faqat o'zlaringizni nomlaringizga ola olmaysizlar. Ya'ni birov ya'ni aka ukangiz Amerikada bo'lsa, shunaqa bo'lsa, aha, bo'lsa agar olinadi. Yana albatta mortgage lenderimiz bu yerda aytadilar, bank qanday ishlashini, qanday qilib bankka pul qo'yish, boshqa qilish bo'ladi. Keshda olib biladi lekin. Kechda qarang mana o'shani menda savol bor edi. Hozirgina срочный новоз keldi. Lenda janoblaridan, mortgage lenda janoblaridan, ha, 30% qo'yish kerak ekan. 30% qo'ysangiz agar 30% qo'yib olsangizlar bo'lar ekan. Toshkentdagi okalar, O'zbekistondagi okalar, pullari ko'p okalar, esichi oslang bo'ladi Bemalol Amerikada. investment qilsangizlar, bu yerda katta pul ishlasa bo'ladi. Shunday, agar topilmasa hech kim men o'zim o'tib olishim mumkin, sizlari ijozatlaring bilan. Oldi-sotdi jarayoni O'zbekistonda men juda ko'p uylar sotganman. Oldi-sotdi jarayoni juda qiyin kechadi. Ya'ni bizda endi faqat keshga olib sotadi-ku. Sen pul bilan keladi, oladigan odam, u yoqda sotuvchi ham bor, oladigan ham bor. Shu nimani oldiga kelishadi, notarius oldiga sotayotgan odam aytadi, menga birinchi pulni bersang deydi, men keyin kirib qo'l qo'yaman. Olayotgan odam aytadi, yo'q deydi, menga birinchi qo'l qo'ysang, men keyin senga pul beraman deydi. Shu ishing oldiga kelib o'tiradi, sen birinchi berasan, yo'q aytadi, yo'q men keyin beraman deydi. Bir amallab tushuntiramiz, hozir baribir notariusga kirsang so'raydi, kelishib oldinglarmi, oldi berdi qilib oldinglarmi deb so'raydi. O'shaning uchun oldindan beravering, qo'l qo'yadi, ishoning. Boshqa qiyin nimalar bor-da, masalan, u pul sotgan odam ham qo'rqadi, shu yerda pulni olib chiqib ketayotganda yo'lda biror narsa bo'lmasin debdi. Mana shunaqa xavfli jarayonlari bor. Men o'ylayman bunga sabab O'zbekistonda chunki realni necha pulga sotganini ko'rsatmaydi. Shunaqa realni masalan chunki nalogdan shunaqa nimalar bor, sal kamroq ekonom qilishni olishadi. Endi sistema shunaqa bizda. Bu yoqda qanaqa mana shu oldi sotdi, olib berdi, masalan sotayotganda, olayotganda qanaqa kechadi shu jarayon haqida? Bu yerda oldi sotdi, ya'ni sotuvchi ham, oluvchi ham bir-birini umuman ko'rmaydi. Umuman ko'rmaydi. Kimga sotayotganini bilmaydi. Pul yo'q. Bilmaydi. Bu yerda ancha sabablar ham bor. Nimaga bilishim mumkin emas, sabablari ko'p. Lekin pul qanday o'tkaziladi? Masalan, sotib oluvchi pulni notariusga o'tkazadi. Bu yerda title company deymiz. Closingga kelib, title company o'sha notariusga o'tkazadi pulni. Notarius o'sha feelarni olib qo'yib, keyin qolganini sellerni bankiga o'tkazadi. Bu yerda hech qanaqa pul qo'ldan qo'lga o'tmaydi. Yo'q. Bu yerda faqat onlayn pullar aylanadi. Ya'ni qolgan pulni sellerni shotiga yuboradi. Qo'liga tushmaydi pul. Shuning uchun bu yerda ishonmaslik, ishonish, bu yerda umuman narsalar yo'q. Bu yerda ular yuboradi, bank bularga aytadi qanday qilib to'lashni, notariusga, notariusdan sellerni bankka. Mana shunday. Men eshitganmanki, naqdga uy olish ozgina muammo. Shunaqa. Qayerdan oldingiz bu gapni? Eshitganmanki, shu bu yo bu pulni qayerdan olgansan, nima qilgansan, shunaqa отчет ko'p beradimi? Masalan, kesh olib qo'ysangiz, loyiha bir necha moddan haqiqatan kesh olib bank qo'ysa. Endi mana kesh emas, endi shu. Qayerdan olsan olin deydi-da. Shunday. Agar siz boshqa joydan kelayotgan bo'lsangiz, katta pulni o'tkazsangiz Amerikaga, albatta ular so'raydi. Qayerdan olding pulni? Bu red flag IRS uchun. Pul qayerdan keldi? Sen u yerda nima sotding? Farqi yo'q o'sha. Nima sotgan bo'lsang ham, lekin bu yerda agar ishlagan pulingiz bu yerda kesh bo'lsa, shu yerda agar IRSda o'sha nalogini to'lagan bo'lsangiz, bemalol keshda olsangiz bo'ladi. Meni indiyalik klientlarim keshga oladi. Yo'q. Chek emas, shot emas, kesh. Yo'q. Qo'lida pul bilan emas. Bankdan oladi-da. Ha, bankka tashlaydi. Qo'lida pul hech kimni bo'lmaydi. Bank sanab oladi. Wire transfer, yeah. Nima? Wire trans. Wire. Bu degani wire. katta summa o'tkazish bankdan bankka shunaqa deyiladi. Shunaqa. $30 oladi. Ha. Bilaman. Qarang, mana shunda keshga sotib olmoqchi bo'lgan odam, masalan, Shohruxjon uy sotyapti, men olmoqchiman. Men to'g'ri kelib turib, u bilan savdolashib uyini keshga olmoqchiman. Keshga u arzonroq sotish unga выгоднami? Выгодно. Keshga olish juda ham выгодно. Masalan, tasavvur qiling, siz uy olmoqchisiz, bozor shunaqa bir qizg'in.
bitta uyda Abdurashidbek olmoqchilar, Samandarbek, Shohruxbek. Lekin hammasi bankdan olyapti. 3 ta bitta uyda turibdi, sotib oluvchilar. Men kelaman deb, men aytaman, men senga kesh beraman. Ular meni oladi. Nimaga? Даже sizlar 50 ming ortig'i bilan bergan bo'lsangizlar ham sizlarni olmaydi. Meni oladi keshni. Kesh har doim king. Nima uchun king deymiz? Chunki 2 haftada yopiladi. Wow. Hech qanaqa bank tekshiruvlari yo'q. Bemalol, ya'ni Shohruxbek agar seller bo'lsalar, sotuvchi bu kishiga qulay kesh. Ya'ni любой joyda yutadilar. Million 1 yil ichida 1 million ishlab qo'yadi. Amin. Hozir ayta stop kelyapsan kesh bo'lmasa, opayamiz o'z kesh. No problem. Investitsiya demak kiritish uchun o'sha kesh ushlab kesh bilan bo'lmasa investitsiya kiritish anaqa ekan foydaliroq ekanda bo'lmasa. Endi yutishingiz uchun dillarni, lekin ba'ziligi kesh masalan kirgizish bankdan olgani yaxshiroq. Bankdan oladi, bankdan olgani foydasi ham bor. Siz ertaga olgandan keyin IRS ga manda mana shuncha prinsipal to'layapman deysiz, ular qanchadir foizini sizga qaytarib ham beradi. Lekin keshga olsangiz, IRS ishlarini ko'rmaysizlar, pullaringizni qaytarib olmaysizlar. Ya'ni bankdan pul olib olganingiz sizga plusroq. Hozir endi Hind og'aynilarimiz olibdilar mana nimaga, Wire Transga, chekka men aytmoqchiman-da. Keshga olgan odam bormi sizni faoliyatingiz davomida? Keshga kesh olib kelgan. Albatta. 400 mingga olgan. Yo'q, bunday qo'lda pul bilanmi? Ha, chamadon olib. Yo'q, bitta narsani tushuninglar. Amerikada Hozir bankda oboradi shunaqa pulni. Bank Amerikada bunday qo'lda olib yurmaydi hech kim. Bankdan bankka o'tkaziladi. Notariusga ham kelgan paytlaringiz siz qo'lingiz bilan sumkada olib yurmaysiz pulni. Ya'ni Amerikada agar qayerdandir topib olsa, u bir pachka bir chamadon dollar, u hech qachon ola olmaydi. Borib uni bankka qo'yish kerak. Uni birinchi bankka qo'yish kerak, bankdan O'sha keyin. kesh. Bitta gap. O'zbekistonda naqdga uy olamiz, masalan O'zbekistonda 1 yillik naloga, uy nalogi mizerda, kam. Lekin Amerikada Mizer deganda O'zbekiston nalochi dedi Shohruxjon. Yo'q, endi qaraganda Amerika juda ham qimmat-ku. To'g'ri, juda qimmat. Endi masalan uyni naq oldim degani, u bo'ldi, hech narsa pul to'lamayman, o'tiraman degani emasda, to'g'rimi? Zo'r mavzu ochildi haqiqatan. Vot, shungaki qancha to'lanadi endi haqiqatan. naqdga pulni masalan 400 minglik uy, 500 minglik. 500 minglik uy oldik. Amali 600. Keyin naqdga oldik. Neprivildan. Masalan, g'ishli. Vot, например, shunaqa oldi, masalan, uni community fee bor, menimcha uni shunaqami, shu feelari bor. Property tax to'laysizlar. Ko'pincha aytadi odamlar, bankdan qarzimni tugatsam ham bo'ldimi, qutuldimmi hamma narsadan? Yo'q. Bankdan qutulsangizlar, cashdan olmoqchi bo'lsangizlar ham sizlar property tax to'laysizlar. Agar HOA bo'lsa, HOA, master HOA yoki townhouse bo'lsa, HOA to'laysizlar. Ya'ni baribir sizlarni to'lovlaringiz bo'ladi. Lekin albatta katta emas, unda kichkina. Neprivildan shu 500 mingga single house olsa bo'ladimi? Bo'ladi, lekin remonti unchalik yaxshi bo'lmaydi. Okey. Masalan townhouse. Ya. Okey, townhouse oldi. Xo'p, o'sha townhouse bo'lmasa, taxminan so'rab bering qani. U masalan keshga oldi. Masalan, oyiga necha bo'ladi xarajati? Okey, townhouse olmoqchi bo'lsa, keshga unda property tax bo'ladi. Xo'p, keling, agar u new construction bo'lsa, примерно 9 ming yiliga. 1 yilga. 1 yilga. Property tax, yana HOA $300 HOA hisoblaysangiz bo'ladi. Oyiga bu. 1200. Shunda hisoblang, 9 mingni 12 ga bo'lingda, o'shanga keyin ustiga $300 dan qo'shinglar. Wow. Qancha bo'ladi? 1050. 1050. Bir oyga. O'zini uyiga bir oyda $1000 to'lash kerak baribir. Kerak, baribir. U shaxsiy o'zini uyi bo'lsa ham. Ko'rasizlar. Shaxsiy uyi bo'lsa ham baribir to'laydi. 2000 to'layotganlar xafa bo'lsa ham bo'lavergan. Shunaqa. 2000 to'layotgan bo'lsa ham qabul baribir to'laydi. Endi men o'zi bitta narsani aytdim, bu yerda new construction aytdim, ya'ni townhouse new construction, lekin 9 ming hisobladim. Agar siz oddiy uy olmoqchi bo'lsangiz, oddiyroq yilida townhouse bu bo'ladi 6 ming bo'lishi mumkin bir yilda. Bu degani $500 dan. Keyin biz yana yaxshi rayonni aytdik, Naperville, to'g'rimi? Boshqa rayonlar arzonroq. Masalan, Plainfield necha pul?
Plainfield arzonroq Necha puli, masalan? 350 minglarga olsangiz bo'ladi. 350 ming oldingiz, naqdga oldingiz. Yillik taksi necha pul? Yillik taksi bo'lishi mumkin, 5 ming, 4 minglar bo'lishi mumkin. Va, o'sha boshqa gap. O'sha boshqa gap. O'sha boshqa gap-da. Ya'ni shunga qarab, ya'ni locationga qarab siz Lekin ana shu Plainfieldni ko'rdimmi? Sukunlari ham yaxshi joylari bor ekan. Albatta. Shima ko'rib mashg'ul qoldim. Aytdimki, shunaqa narxi arzon, lekin sukunlari ham zo'r. Nimaga bunaqa? Har bir shaharni locationni yaxshi joyi bor, yomon joyi bor. Naperville'da ham bor shunaqa joylar. Maktablar past joylar ham bor. Yaxshi joylar ham bor. Plainfieldda ham shunday. Naperville'ga yaxshi tomoni yaxshi maktablar. Ozgina pastroq maktablar. Aurora ham shunday. Aurorani ham o'sha 59 oldiga, ya'ni o'sha Chelsea Minor deymiz, community o'sha joylar Ankaskon oldidagilar maktablari, ya'ni chunki Naperville'ga yaqinroq bo'lgani uchun yaxshi maktablar. Pastroq joylari ham bor ularni. O'sha nimaga ham farq qiladi? Aurora. O'sha maktabi yaxshi bo'lsa, shu atrofdagi o'sha zip koddagi uylar ham juda qimmat. Ham arendasi ham, sotilishi ham qimmat bo'ladi. Narxi ham, property tax ham, nalogi ham qimmat bo'ladi. Nimaga? Men har doim shunday deyman. Maktabni yaxshi bo'lishi sizni berayotgan taksingizga bog'liq, nalogingizga bog'liq. Siz berayotgan taksdan 60% maktabga ketadi. Sizni bolalaringizni o'qitayotgan maktabga ketadi. 40% u boshqa narsalarga ketishi mumkin. Community, city yoki sport nimalari, klublari o'shalarga ketishi mumkin. Lekin har doim shunday o'ylanglar. Sizlar ko'proq taks to'ladingizlarmi? O'sha joyda 60% dan sizni bolalaringiz foyda ko'radi. Maktabi yaxshi. Shuni hisobiga maktablarni siz bolangizga invest qilayotgan bo'lasiz. Of course. Güzel. Keling, mana shu lokatsiya haqida, lokatsiya tanlash bo'yicha bo'lsa maslahat bering. Masalan, uy olmoqchi, masalan, Abdurash uy olish xohlayapti. U nimaga e'tibor berish kerak? Masalan, South Side'larda men o'ylayman, juda uylar arzonda, South Side'larda. Nima birdan South Side? Men ultoni boraman. Zata arzonda uylar, menga qara 50 ming, 100 mingga menimcha uy olsa bo'ladi. O'zachi, men bepul bermaydimi? Bo'lmayapmi tomonga? O'sha yerdan arzonroq joydan olgani yaxshimi yoki nimaga e'tibor berish kerak lokatsiya tanlayotgan? Nimaga bechora Abdurash? Uy narxiga uchun o'sha tomon. Yo'q, ular ham shu o'zimiz olishgan odamlar, prosta u tomonda o'zgina niyati buzuqlar ko'pda. Yo'q, endi masalan menga o'xshagan bundoq kirib qarayapti-da, South Side'da arzon ekan uylar. "Vo, mana shu yerdan uy olaman" deb turib, u yoqqa ketib qolsa to'g'rimi yoki nimaga e'tibor berish kerak demasman? Uy olayotganda har doim biz location deymiz. Nimaga? Chunki location muhim. Location yaxshi bo'lsa, maktab yaxshi. Location yaxshi bo'lsa, u yerda safety, xavfsiz joy bo'ladi. Location yaxshi bo'lsa, u yerda uylar narxi ko'tariladi. O'sha uchun men har doim aytmayman, hamma Naperville'ga ko'chib ketsin yoki hamma Plainfield yoki Aurora yoki Northside. Men har doim klientimdan so'rayman, qayerdan siz olmoqchisiz? Siz qayerda ishlaysiz, o'sha joyga yaqin bo'lishi kerak. Masalan, birov ishlaydi Naperville'da, o'sha tomonda masalan tracking kompaniyada ishlaydi. O'shanga yaqinroq olish kerak. O'sha uchun endi South Side'da u xavfsiz joy emas u yer. U yoqdan ham uy sotganmisiz uylar? Never. Yo'q. Men u joyga bormayman ham. Yaxshilasiz, to'g'rilasiz. Zo'r. Lekin men shu kelgan vaqtimizda u yerda ishlaganda bilmasdim qayerda o'zi South Side. Yuribmiz endi o'sha nimani bir passenjerni olib o'tdi, ketyapmiz. So'rayapman, shu Chicagoda South Side degan bir joylar bor ekan. Qayerda o'zi desam, o'sha yerda yuribsan, mana hozir oldingmi mana shu yerdan deyapti. South Side'ni tushunmaganlar uchun tushuntirib o'tamiz. Tushunmaganlar uchun 13 rayon kinosini ko'rgan bo'lsangiz agar, 13 rayon tashlandiq rayoni bo'ladi ichida. Qo'rqinchli joylar. Qo'rqinchli joylar, ha. Ko'chalardan ham o'sha qanaqadir yo'q, bir qo'rqinchli joylarda. Judayam. Endi xavfsiz joy deyshadi, eshitganmiz, lekin bormaganman o'zim, bilmayman. Yo'qdan klient chiqsa ham, u yerda savdo bo'lmaydi menda. Masalan, shunaqa savol bo'lmanda, 500 mingga yaqin uy oldingiz. Birdan uy oldingiz, yopdingiz, o'sha keshga, o'sha payoff qilib, boriq summasini yopdingiz. Yillik sizni nalogingiz, o'sha xarajatlaringiz bitta uy uchun qancha bo'ladi primerda? 500 mingga uy olingan bo'lganda. Hamma xarajatlari.
eshitmay qoldimda bosib keldimda bo'ldi, eshitmay qoldim. Bir oyga $1000 chiqar ekan. O'zingiz uyingizni keshga oldingiz, Aha. Pay off qildingiz. pay off qildingiz, sizni bir oylik xarajatingiz $1000 bo'lar ekan o'z uyingizga. Men ketsam yaxshi emasmi O'zbekistonda bo'lmasa? Yo, arendada yashaganim yaxshi emasmi? Arendada Yo'q, yashagan yaxshi. masalan $1000 o'sha to'laysiz, zato uyni narxi ham ko'tarilyapti-yu bu yerda. Bu yerda nafaqat o'sha nimani $1000lik narsani o'ylab olsizlar, u yerda uyni narxi ham ko'tarilyapti. Shundan ham foyda ko'ryapsiz. Siz arendada turishingiz mumkin $1,500 ga, lekin u siz umuman hech narsa olmayapsiz undan. Prosta uni birov uchun Uyni remonti, to'layapsiz. uyni bunisi o'zingiz bo'yingizda bo'ladi. Endi Zalopa ham yangi uy beradi, bunaqa standartlarga to'g'ri keladigan uy beradi. Albatta. Qarang, men yana bir mavzu qiziq. Ana O'zbekistonda biz o'sha rayondan keldi o'zana. yer sotib olishimiz mumkin. Masalan, 5 sotu, 10 sotu yer sotib olib, u yerda o'zimiz xohlagandek proyekt qilib uy qurishimiz mumkin-da. Amerikada ham shu narsani qilsa bo'ladi. Masalan, men uy sotib olmoqchiman-da, tayyorman. O'zim xohlagandek qilib o'zbekcha style qilib qurmoqchiman. Iloji bormi shu narsani? Albatta bo'ladi. Bo'ladi. Yer olib, lot deymiz, ya'ni yer olib qursangizlar bo'ladi. Lekin unda ham обязательно agent kerak. Nimaga? Chunki u yerda o'sha yerni zoning degan narsa bor bizda. Zoningni bilishingiz kerak. Bu nima degani? Ya'ni sizga shahar ruxsat beradimi, yo'qmi qurishga u yerda? City ruxsat beradimi, yo'qmi? Keyin yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Agar sizni atrofingizdagi uylar 2 millionlik uylar bo'lsa, siz 500 minglik uy qura olmaysiz. Yo'q. Sizga City aytadi, mana shu atrofingdagi 2 millionlikmi, o'shanga qarab sen 2 millionga qurasan deydi. Nimaga? Chunki sizni 2 millionlik uylarni siz narxini tushirasiz agar 500 minglik uy qursangiz. Xuddi shunday. O'sha narsalarni inobatga olish juda ham muhim. Wow, Kambag'al qayerdan kelib qoldingiz? Bizning obro'yimizni tushirasam qo'shdim. Qanaqadir trakchi va 4-5 ton pul ishlab borib, ana bu boyvachlar rayoniga kira olmaydi. Yo'q. Bo'lmasa. Agar 2 millionlik uy qursa, o'shani standartiga qursa, nimaga? Qurib biladi. O'zi vyigidnami mana masalan yangi uy sotib olgandan ko'ra naqd puli bor, o'zi olib qurgani arzonga tushadimi? Hozirgi vaziyatda arzonga tushmaydi. Chunki hozirgi Amerika ekonomikasida bilasizlar, tariflar qo'yib tashlashdi. Har xil davlatlarga o'sha kelayotgan taxtalarmi, o'sha qurilish materiallari juda ham qimmat hozir. Hozir nevigidna qurish qimmatga tushadi u. Lekin bor shunaqalar, menda chiqyapti, hozir o'zim qurmoqchiman opa. O'zi usta, o'zi qurmoqchi, lekin shunda ham o'zida ham lisens bo'lishi kerak bu yerda qurish uchun. Shular juda ham ko'p narsalarni odam qura olmaydi. Yo'q, oddiy odam qura olmaydi. Inspeksiyadan o'tmaydi u. Uy. Ajoyib. Xo'p, biz bermagan biror xil savol qoldimi? Biror xil masalan mavzuda siz gapirish xohlagan, lekin balki biz ochmagan mavzuni qanaqadir. Olib ketdim biron tomoz demoqchiman. Yoki mana biz savol beryapmiz, endi siz boshqa yana nimadir gapiraman deb kelgandingiz может. Yana qanaqadir uyga bog'liq bo'lmagan narsalar может Amerikani hayotidan gapirasizmi bilmadim. Ya keling, mana shu mavzuni oila haqida men juda ham havas qilaman. Jahongir akam bilan qayerda ko'rsam birga chiroyli parasizlar. Havas qilaman. Qanaqa qilib masalan shunaqa ahil, shunaqa nima oila qurgansizlar nimalarga e'tibor berish kerak? Masalan, oilalar shunaqa bir chiroyli para bo'lib rostdan ham shunaqa boshqalarning ko'ziga shunaqa ko'rinadimi yoki ichkarida kelishmovchiliklar sizlarda bo'ladimi? Sizlarda ham qanaqadir oilaviy nima deydi? Shunaqa haqida gapiring. Men aytaman, что qanday bizani ko'rayotgan bo'lsangizlar, ichkarida ham biz shunday. Farzandlaringiz kim bo'lishini xohlaysiz? Farzandlarim o'zi, katta o'g'lim o'zi tanlab olgan. U doktor bo'lmoqchi, doktor, heart surgeon, nima? Yurak operatsiya qiladigan. Kardiolog. Faqat operatsiya qiladigan u. Shuni bo'lmoqchi, shunga harakat qilyapti o'zi. Menimcha ikkinchisi stomatolog. Qayerdan bildingiz? Serios. Chunki katta pullar shuda. Men sizga aytaman, sog'liqda bir xil hech kim bilmagan qobiliyati bor. Qo'lini shunday qiladi, ziz qiladi, o'sha bilib oladi. Yo'q, chunki oldinda bilib oladi. Katta pullarni bilaman, qatta shu aytdimki stomatolog dedim-da, shu uchun sразу. Ikkinchi farzandimiz qizimiz haqiqatan stomatolog bo'lmoqchi. Shunday.
Uchinchimiz hali kichkina, bilmaymiz hali. Prezident bo'lib qolar. Buni qanaqa niyat zo'rda har narsa niyatni bog'liqda. Albatta. Buyuk Ajab emas, insonlarni o'zbek qizi yoki o'zbek farzandi, o'zbek o'g'loni prezident bo'lsa, Albatta, nimaga ham emasda. Понятно, конечно. Конечно, albatta. Shunday. Niyat katta qilish kerak. O'ylaymanki yaxshi podkast zo'r maza qildik. Zo'r ketyapti. Qata yana bironta qanaqa mavzu bo'lgan bo'lsa aytishingiz mumkin. Bo'lmasa Manda mavzu yo'q. Uy bo'yicha любой savollar bo'lsa beringlar, men shu yerdaman. Ko'p mavzu gaplashib bo'ldik, hamma mavzuni. Samandar aka aqlyaptilar. Qanaqa savolingiz ko'p ketdimi siz otaxon? Yo'q, maza qildim. Demak, tugatmoqchisizlar, men ham bo'laman dedi. Yo'q, endi bu sohalarda aytib bo'ldik, masalan, xo'ja sohalarida ham aytib bo'ldik. O'ylaymanki, menimcha to'liq bo'ldi. Zo'r. Nima qilyapmiz? Endi vaqt oliy hakam deydi. Bizlar endi chinma savollarimiz bor. Blitz savollar bor. Jahongir aka beruvdik kelganlarda. Blitz savollari. Bir ikkita savol masalan o'shani ichidan bersam bo'ladi sizga, o'shaning ichidan. Amerika siz xohlagan narsani berdimi shuncha yillar davomida? Men любой davlatda bo'lsam ham oilam oldimda bo'lsa bo'ldi. Ya'ni ola oldingiz Amerikadan siz xohlagan narsangizni. Shu oilam bilan bo'lgan joyimda любой narsani amalga oshirganmiz. Ajoyib. Zo'r. Xo'p, baxt uchun nimada, Zo'r opa? Baxt bu oila, ota-ona. Oilangiz atrofingizda bo'lishi, sog'lik. Pul siz uchun nima? Pul bu resource, instrument, instrument bir ishni amalga oshirish uchun. Amalga oshirishga resource. Ajoyib. Qanaqa mashinada yurasiz endi Amerikada hozir? Qanaqa? Oddiy Teslada. Model Y yani ko'chadan sizga o'zga. Juda tez yuradi lekin, juda tez yuradi. Qancha daromad topasiz? Yoki realtorlar sizga o'xshagan top realtorlar qancha daromad topadi o'yiga? Zo'r savol bo'lar ekan. Daromadim ya'ni shunday hisoblanglarki, men yiliga 100 dan ortiq uy sotaman. 100 dan ortiq, bu degani 150 tagacha boradi. Oyiga 3% bu kishiniki. 3%. Shunga qarab hisoblaylar nechta ishlashi. Endi 3% dan bitta narsani tushuninglar, любой realtor kompaniyaga ham, ya'ni beradi. Kompaniya Keller Williams ostida meniki komandam bor o'zimni. Biza o'sha 3% dan qanchadir foizini biz kompaniyaga beramiz. Ya'ni hozir jadal tilda aytsak agar o'tirib olib bizlar ko'rayotganlar o'tirib olib darab konkretda yo'q hisoblaydi-ku. Bu yana shu mana shu yerga o'zingiz oldingiz ekan. Stop tashlayapti. Xo'p, chiqish podkastida qolib ketadigan. Bugundan boshlab siz mana radnoyim. Bizlar radnoy ekanamiz. Sho'ru katta biznesmenlar keladi-ku, puli ko'p odamlar. Sho'ru sirazi yaqin bo'ladi bular bilan. Chiqish podkastida qolib ketadigan qanaqadir samimiy hech qayerda chiqmagan gaplaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Oilangizga yoki yaqinlaringizga yoki bizlar ko'rib turgan tomoshabinlarga farqi yo'q. Sizlarga omad tilayman. Juda ham zo'r ish boshlagansizlar. Birinchi number 1 podkast bo'lsangizlar kerak, to'g'rimi? Amerika bo'yicha shekilli, to'g'rimi? Omad tilayman sizlarga, ishlaringizga rivoj tilayman. Har doim mana shunday o'zbeklarimiz uchun, vatandoshlarimiz uchun yaxshi ma'lumotlarni olib kelib, men o'ylayman juda ham tomoshabinlaringiz juda ham ko'p. Bundan foyda oladi, ma'lumotlar oladi, to'g'rimi? Men harakat qilaman o'zim ko'rishga podkastlaringizni, lekin har doim vaqtim bo'lmaydi, lekin juda ham zo'r qilyapsizlar. Sizlarga omad tilayman. Rahmat. Sizga ham rahmat. Biz ham xursand bo'lardik sizga o'xshagan o'sha
ilmli ziyolilarimiz ko'proq chiqishsa, biz bilan mana shu yerda o'zini bilimlari, tajribalari bilan ulashishsa, bizni ko'rayotgan o'sha vatandoshlarimiz uchun bir foydali maslahatlar ko'proq berishsa, tortinishmasa biz ham juda xursand bo'lardik. Chunki ko'pchiligi taklif bilan chiqamiz, xohlashmaydi chiqishni. Men kameradan Zoroda gaplar yuraman deydi-da. Nimaga sizda shuncha beradigan narsangiz bor, shuncha tajribangiz bor. Nega ulashmaysiz shu vatandoshlarimiz bilan deb anaqa qilamiz-da. Hozir aytgan bo'ladi Samandar aka, kimda kim bizlar ko'p turgan bo'lsaga, kimdandir tanishi bo'lsaga, qanaqadir juda ham ko'p praktikan soha egalarini, asosan o'sha bir soha egalarini o'zini o'sha yo'nalishi bo'yicha tajribasi bilan, bilimlari bilan ulashaman degan insonlar bo'lsa, yozsanglar, aloqaga chiqsanglar, biz bemalol sizlarni taklif qilardik va o'tirib mana shu yerda suhbat qilgan bo'lardik. Albatta. Juda o'sha men esimdan chiqib qolib savol bermoqchi edim. Sizni shogirdlaringiz bor komandangizda. O'zimiz Zilola va komandasi bor. Shu komandangizga qanday insonlarni qabul qilishingiz mumkin shogirdlikka yoki qanday insonlarni qabul qilmaysiz komandangizga? O'zi bu komandam haqida gapirsam, 4 ta agent menda ishlaydi. 2 ta adminimiz bor, ya'ni 6 ta ishchim bor. Har xil tillarda gapiradigan bular. Xitoy tilida ham gapiradigani bor. Rus tilida, moldovan, ukrain tilida, qirg'iz tilida, o'zbek tilida hind, pokistonlik agentim hindlarning tilida gapiradigan. Bo'lmasam siz tojik tilida ekansiz. Men tojik tilidaman. Men o'zbek tili, tojik tili, rus tilida hamman. Men esimda shunga men bir yaxshi bo'ldi. Eslatganingiz, men shu yerda to'xtatib o'tmoqchiman. O'tgan dafar xo'jayinimlar chiqqanlarida kimdir savol beribdi sizlar. Hamma davlatdan, ya'ni ular klient olib kelsin sizlarga, lekin bunga men aytmoqchiman, bu noto'g'ri. Nimaga? Chunki men ularni olganim sababi menda shunchalik katta bizneski, men ularga biznes beraman. Men shu uchun ham ularni agentlarini ishga olganman. Ya'ni menda juda ham ko'p auditoriya menda. Menda o'rislar ham bor, induslar ham bor, lekin men o'zim Zilola Chuliyeva bir o'zi. O'sha uchun men u agentlarni olganman, ular menga yordam bersin, shu klientlarimni olib ketsin deb. Komandamga qo'shilmoqchiman deb umidingiz? Bizga o'xshagan shogirdlarni olasizmi demoqchi edim. Qanaqa skillari bo'lishi kerak u shogirdlarni agar? Endi bitta narsani aytmoqchiman, realtor bo'lish uchun kuchli ingliz tili kerak. Oddiy ingliz tili bilan juda ham ko'p xatoliklarga yo'l qo'yish mumkin. Chunki bu realtor bu degani emas, ya'ni ba'zilar o'ylashi mumkin, bu borib prosta eshikni ochib beradigan realtor ishi emas. Endi ba'zilar bo'lishi mumkin shunaqa, lekin menda bunaqa emas. Menda ko'pincha masalan Zilola komandasida agentlarimni dars beraman, ularni o'rgataman, biz dokumentlarni tekshiramiz. U uchun kuchli ingliz tili bo'lish kerak. Xatoga yo'l qo'ymaslik yoki boshqa tomon bilan gapirish, o'sha sotuvchini agenti bilan gaplashish, nutq zo'r bo'lish kerak ingliz tili. Keyin menda komandamda bitta eng muhim narsa bu klientni interest of client. Interest klientni o'rni birinchi o'rinda. Hamma narsadan ham ko'ra. Menda bo'lgan shunaqa komandamda bir qizimiz bor edi, men uni chiqarib komandamdan chiqardim. Ishdan bo'shatib yubordim, chunki unda shunday xislatini ko'rdim, pul faqat. Ya'ni hech narsaga e'tibor berish yo'q, faqat pul. Agar bunaqa bo'lsa, bu Zilola Chuliyeva timida o'rin yo'q. Borib undan ko'ra boshqa joyda pul topgani ma'qul. Shunaqa holat bo'lgan, closingda men masalan borib closingda bizda closingdan oldin final walk deydi, ya'ni oxirgi o'sha uyni borib ko'rishingiz kerak. Sotuvchi biror joyini qirmadimi yoki devorini mebel chiqarayotganda biror narsa qilmadimi yoki hamma narsa ishlayaptimi, o'sha ko'rgan holatdami deb borib ko'rasiz. O'sha paytda closingda u borsak, rakovinaning tagidan suv kelyapti. Men closingda bo'lgan paytda bu narsani hammasini hal qilaman, ya'ni u tomon bilan gaplashib yoki tuzatib ber deyman yoki pulini ber. Meni klientim
ya'ni normal holatda uyni olsin. Ajoyib. Man u qizda ko'rdim tezroq closingni tugatish va tezroq pulni olish. Menga unaqa odam kerak emas. Mana shu joyga men kerak bo'layapman sizga. Mana shu tuzatish degan joyingizga agar tuzatish kerak bo'lsa, boshida bir aytib boshladingiz-ku, ingliz tili zo'r bo'lish kerak dedingiz. Men уже aytdim, ha, u menga to'g'ri kelmaydi sразу. Men komandasiga kiraolmayman deb. Lekin mana bunaqa qora ishlarga men kirsam bo'lar ekan. Manda biz o'zimiz investormiz, xo'jayinim bilan uylar olib tashlaymiz. O'zimizning ustalarimiz ham bor. Nimangiz bor? Ustalar. O'zimiz ishlaydigan Agar ustalar bor. bo'ldi, Agar kerak bo'lsa- qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Bo'ldi. gaplashib berishim mumkin. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi. Ish topilmagan aka. Ya, Yurdim dego. Rahmat. Podkastning foydasi. Podkast ko'ringlar shu uchun ishli bo'lib qolasizlar. Xuddi shunday. Ko'ringlar. Zo'r, ajoyib suhbat uchun kattakon rahmat. Juda ham mazza qilib suhbat qildik. Men o'ylayman juda ham ancha foydali maslahatlar bo'ldi. Agar tomoshabinlarimizda agar savollar bo'lsa, bemalol chiqsin. Izohlarda yozib bemalol. qoldiringlar. Savollar bo'lsa yoki Zilola opamiz bilan yana bir marta podkast olinglar degan fikrlar bo'lsa, kommentda ko'proq Savollarni yig'ib yana bir marta podkast qilib olamiz. Opamiz shu yerda Chikagodalar, xudo xolasa yana taklif qilsak, yana tashrif buyuradilar. Shunday. Kattakon rahmat. Keyin Rahmat, har safar katta esimizda chiqadi, kimlarni chaqiray, kimlar sizlarga qiziq. Shu narsada bizga yordam bersanglar agar qaysi kasb vakillarini ko'rmoqchisizlar kelgusi qaysi podkastlarda. mavzu qiziq sizlarga? Qaysi mavzular qiziq, o'shalarni olib chiqamiz. Agar sizlar tanishlaringiz bo'lsa, agar aytsalaring, biz taklif qilamiz, olib chiqamiz shu dальнейшida. Men sizlarga fikr bermoqchiman. Nalog qilish uchun birovni chaqiringlar. Agar Kelganda. Keladi. Nazokat opani taklif qilganmiz. Nazokat. Yaxshi. Yaxshi. Keyingi hafta ular bilan juda ham yaxshi. podkast olish niyatimiz bor. Juda ham yaxshi ayol. Men u kishini taniyman. Nalog juda ham muhim. Da, chunki hammaga tegishli bo'lgan mavzu. Bu haqida oldin ham gaplashdik, ekspert kelganda va yana bu mavzuda suhbat qilamiz. Shunday. Boshqalar ham bor, agar kerak bo'lsa, menda men ishlayotganlar. Agar bo'lsa, biz agar Nafaqat nalog tema, boshqa tanishlaringiz bo'lsa agar boshqa mavzularda ham, masalan, stroyka yo'nalishi bo'yicha, shu qurilish yo'nalishi bo'yicha yoki bo'lmasa yana boshqa kasb vakillari bor-ku. Shunday. Shunaqa professionallar cho'qib beramiz sizga o'xshagan. Shunday. Zilola opa kattakon rahmat kelganingiz uchun. Salomat bo'linglar. ajoyib suhbat bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Ura! Assalomu alaykum.